Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan son mavzusini mustahkamlaymiz. Mening kanalimga obuna bo'lib, mening barcha video darslarimni, dars jarayonlarimni kuzatishingiz mumkin. Men esa darsimni boshladim. Ona tili daftaringizga matematik diktant mashqini bajaring. Men sizga misol aytaman. Siz mana shu misolimning faqatgina javobini harfiy ifoda bilan, ya'ni so'z bilan yozishingiz kerak bo'ladi. Topshiriq tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. 20 va 10 ning yig'indisi. Faqatgina javobini so'z bilan yozing. 8 va 100 ning ko'paytmasi. 99 va 5 ning ayirmasi. 28 va 4 ning bo'linmasi. 55 va 8 ning yig'indisi. Javoblarni yozib bo'lgan bo'lsangiz, partadoshingiz bilan daftarlaringizni almashtiring. Do'stingizning topshiriqni qay darajada imloviy va matematik jihatdan to'g'ri bajarganligini tekshiring. Agar xatoliklar bo'lsa, yashil ruchka yordamida to'g'rilang. 13-mashq. Quyidagi maqollarni o'qing. Sinfdoshlaringizga maqollarning ma'nosini izohlab bering. Daftaringizga mana shu maqollarni husnixat asosida ko'chirib yozing. So'ngra sonlarning tagiga to'lqinli chiziq chizib belgilang. Son so'z turkumini to'g'ri topa oldingizmi? Javoblaringizni tekshirib chiqing. Aziz o'quvchilar, siz ham shu kabi maqollarni bilasizmi? Son qatnashgan maqollarni bilsangiz, misollar keltirib sinfdoshlaringizga ayting. 14-mashq. 3 haqiqat, 1 yolg'on taqdimoti. Sinfingiz bilan 2 guruhga ajralib oling. Birinchi guruh o'quvchilari birinchi guruh uchun ajratilgan maqollardan birgina son so'z turkumi qatnashmagan maqolni aniqlaydi va ma'nosini izohlab beradi. Ikkinchi guruh o'quvchilari esa ikkinchi guruh o'quvchilari uchun mo'ljallangan maqollarning ichidan son so'z turkumi qatnashmagan maqolni topadi va uning ma'nosini izohlab beradi. Qaysi guruh maqolning mazmunini to'g'ri yoritib bera olsa, ana shu guruh g'olib hisoblanadi. Endi ikkala guruhning javoblarini tekshirib olamiz. Birinchi guruh o'quvchilari 3-raqam ostidagi maqolni tanlashlari kerak edi. Chunki mana shu maqolda son so'z turkumi qatnashmagan. Ikkinchi guruh o'quvchilari ham 3-raqam ostida joylashgan maqolni tanlashlari kerak edi. Demak, bu maqolda ham son so'z turkumi qatnashmagan. Ana endi ularning ma'nosini yaqindan bilib olamiz. Mehnat, mehnatning tagi rohat. Ushbu maqolning ma'nosi shundaki, har qanday muvaffaqiyat va farovonlik tinimsiz mehnat orqali erishiladi. Bu maqol insonlarni mehnatsevarlikka chorlaydi. Vataning tinch, sen tinch. Mana shu maqol insonning tinch totuv hayoti bevosita uning vatani osoyishtaligiga bog'liq ekanini anglatadi. Agar yurt tinch bo'lsa, unda yashovchi odamlar ham xotirjam va farovon hayot kechiradilar. Bu maqol vatanparvarlik, birdamlik va tinchlikning qadriga yetishga chorlaydi. 15-mashqda sonli rebuslar berilgan. Ularni yechishga harakat qiling. Rebusni yechgan bo'lsangiz, javoblaringizni tekshiring. Birinchi qatorda qiriqquloq so'zi hosil bo'lishi kerak edi. Qiriqquloq o'simlikning nomi. U o'rmonlar, daryolar bo'ylari va nam joylarda o'sadi. Agar uni diqqat bilan kuzatsangiz, uzun va bo'g'imli poyaga o'xshaydi. Shoxchalari esa mayda va yupqa bo'ladi. Ikkinchi qatorda yashiringan so'z Uchquduq edi. Uchquduq shahri O'zbekiston Respublikasining Navoiy viloyatida joylashgan. 3-qatorda sakkizoyoq so'zi hosil bo'lishi kerak edi. Sakkizoyoq suvda yashovchi judayam aqlli jonzotning nomi.
Ba'zi sakkizoyoqlar suvdan tashqariga chiqib, qisqa vaqt quruqlikda harakatlana oladi. Daftaringizga qirqquloq, uchquduq, sakkizoyoq so'zlari ishtirokida 3 ta gap tuzib yozing. Bugungi uyga vazifa 16-mashq. Raqamli gaplarni o'qing. Daftaringizga raqamlarni so'zlarga aylantirib, ko'chirib yozing. Sanoqni bildirgan so'zlarni aniqlab, ularning tagiga to'lqinli chiziq chizing. Berilgan vazifani to'g'ri bajarganingizni tekshiring. Agar siz ham xuddi mana shunday bajargan bo'lsangiz, barakalla. Bugungi darsimizda son mavzusi haqida gaplashdik. O'ylaymanki, bugungi dars sizga foydali va manfaatli bo'ldi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.